Charchamayapsizlarmi? Hurmatli akalar, iltimos, uy solayotganda mana hammam tualetda mana planni tuzgandan keyin birinchi o'rinda kanalizatsiya bilan suv turbani iloji boricha tashlab ketinglar. Mana bu yerda tashlanmagan mana. Hozir bu xonadan chiqib mana bu yerda mana o'yib ketyapti. Mana yerdagidan ketish kerak. Kanalizatsiya suv turbani bilan oq turgan suv turbani shu yergacha o'yib tashlab ketsa bo'laveradi. Hozir mana bu tomonda polni burchatkilari bitgan. Burchatkasi tashkil lozim. Burchatkalar perdelka qilyapmiz. Boshqa tan qilish kerak. Shuni burchatkani olib tashlab ketishganda oson bo'lardi. O'yib mana kanalizatsiya suv turba kelish kerak. Suv turba ham mendan shunday o'ylab ketadi. O, naryoqda krant bor ekan. Krantdan o'yib olib kelamiz. Shuni iloji boricha tashlab ketishganda bizga osh tish bo'lmasdi. Santexniklar ham odammi deb mana ketishyapti-da. Fikrlaringni endi qilamiz. Polni osh tishda endi oshcha mehnat. Ular ham oddiy oshcha pul to'lashadi. Bizga ham osh tish bo'ladi. Nadikardan farqimiz qolmayapti-da. Birga santexnika qilishimiz kerak hozir. Ikki kunda bitadigan narsa endi 4-5 kunga cho'zilib ketadi. Yo'q ishlar ashuncha bor. Birga unitas tushadi. Rakovina, stиральный mashina bo'ladi. Tomonda sho'y poddan bo'ladi. Kanalizatsiyani montaj qilish kerak, steshka qo'yish kerak. Qoliga kafil bosish kerak, devori gibkiy mramor bo'lar ekan. Patologdan perdelka qilish kerak. Chunki tomga bir tonnalik suv pochak qo'yib, suv tushiriladi tepadan. Ariston o'rnatish kerak.